Bolangizni urasizmi? Keling, unda bir gaplashamiz. Turing, erinmang, bir oynani qarshisiga boring. Yaxshilab gavdangizga bir nazar soling. Endi kichkina murg'ak farzandingizga qarang. Siz uni oldida qanchalar haybatlisiz va yana urush jarayonida yuzingizdagi vajohat, jahlni qo'shing. Endi o'sha kichik jussa bilan katta vajohatli uni ustiga bostirib kelayotgan jussani tasavvur qiling va o'sha jarayonda bolaning qalbidan kechayotgan qo'rquv, vahimani ham tasavvur qiling. Agar sizning ustingizga o'zingizdan bir necha barobar katta haybatli inson jahl bilan, vajohat bilan bostirib kelsa, o'zingizni qanday his qilgan bo'lardingiz? To'g'ri, kaltak yegan bolalar aytganini qilishi mumkin, lekin qo'rquvdan va biroz muddatga. Siz bo'lmasangiz o'sha ishni albatta qiladi. Yoki aksincha, umuman sizni aytganingizni qilmaydi, sizga ters bo'ladi, teskari bo'ladi. Endi men hozir sizga kichkina jussasi bilan deyapman, chunki katta bo'lgan sari, bo'yingizga yetgan sari ularni urish aqlga sig'maydigan narsa. Men ham bolalarim umuman urmaganman deya olmayman, bo'lgan. Lekin shu xatoyimni anglagan kunim farzandlarimdan juda qattiq yig'lab kechirim so'raganman. Va bolalarim eslasha olmaydi ham hozir uni, chunki kelishib olganmiz. Jon onajonlar, agar rostdan ham farzandingizni ursangiz va shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos bu ishni to'xtating. Chunki bu dunyodagi bizning asabimizni buzgan, bizning vajohatimizni keltirgan hech bir sabab farzandimizni urishga, uni qiynashga, jismini, ruhini zararlashga arzimaydi. Va Allohimning bergan omonatlariga bunday xiyonat qilishga haqqimiz yo'q.